Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Bomdod namozidan keyin tong paytida quyosh chiqqunga qadar uxlashlik hukmi haqida so'rabdilar. Bu makruhmi degandek savol bo'ldi. Bomdoddan keyin yoki u tong vaqtida uxlashdan qaytargan oyat hadis yo'q. Unga xos qaytargan oyat hadis yo'q. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va sahobalar aksari bomdoddan keyin quyosh chiqqunga qadar uxlamaganliklari haqida rivoyat bor. Bu behudaga uxlamasdan o'tirish emas, boshqa bir ma'no uchun. Mana Sahih Muslimda kelgan sahih hadis bor. Simak ibn Harbdan rivoyat qilingan. U kishi aytganki, Jabir ibn Samuraga aytdim. Rasululloh bilan hech o'tirishganmisiz biror joyda dedim. Jabir ibn Samura ha ko'p o'tirganman dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bomdodni o'qigan joylaridan turib ketmasdilar, masjiddan chiqib ketmasdilar, ya'ni hatto quyosh chiqquncha degan. Agar quyosh chiqsa turardilar-da va unda odamlar shu gaplashib o'tiradilar quyosh chiqquncha degan. Ya'ni kim zikr qilgan, kim shunchaki o'tirgan, quyosh chiqishligini ular masjidda bir ibodat ajrini olib ketishligi uchun kutishgan. Mana shunda zikr bilan yoki boshqa bilan o'tkazishgan. Yana bu chunki saharlik vaqti, quyosh chiqayotgan vaqt, tong vaqti, barakat vaqti, rizqlar tarqatiladigan vaqt. Shuning uchun ham bu vaqtda uxlashlikni ko'p o'tgan tobiinlar yoki sahobalar, ulardan keyingi imomlar yaxshi emas inson rizq tarqatilayotgan paytda g'ofil bo'lib uxlab yotishi deyishgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarki, Allohumma barik li ummati fi suhuriha. Ummatimning saharligiga barakat bergin deganlar. Shu jumladan olingan bu. Ya'ni bomdoddan keyin uxlaganligi yoki umuman o'zi shu ertalab vaqtida uxlaganligi yaxshi emas degandek ma'no. Lekin ochiq bir qaytariq hadis, oyat unga yo'q. Endi inson faqat shu bir barakatli vaqt bo'ladi, o'shandan boshqa narsaga foydalansin degandek qilib aytilgan. Chunki mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam har qanday ish qilmoqchi bo'lsalar, erta tongdan turib o'shani boshlaganlar. Bir joyga bir qo'shin jo'natmoqchi bo'lsalar ham avval tongda o'shani jo'natganlar. Mana shu ma'nolar uchun salaflar buni shu ertalab uxlagandan ko'ra boshqa ish qilsin degan gapni aytishgan, lekin bu shar'iy bir man qilingan joyi yo'q. Vallohu alam.